Buyuk ikki siymo Alisher Navoiy hamda Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi to'g'risida xodimlar o'rtasida qisqacha savolnoma o'tkazamiz. Ketdik. Alisher Navoiy qachon va qayerda tavallud topgan? Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda. Alisher Navoiy o'z davrida kim bo'lgan? Adabiyotshunos va davlat arbobi bo'lgan. Alisher Navoiy qaysi tillarda ijod qilgan? Alisher Navoiy turkiy va forsiy tillarda Alisher Navoiyning xamsa asari necha dostondan iborat? 5 ta dostondan iborat. Navoiy forsiy tilda qanday taxallus bilan ijod qilgan? Alisher Navoiy menimcha forsiy tilda fonay taxallus bilan. Navoiyning eng yaqin do'sti kim bo'lgan? Husayn Boyqalov. Alisher Navoiy qachon vafot etgan? Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda. Zahiriddin Muhammad Bobur qachon tug'ilgan? Bilmayman. Zahiriddin Muhammad Bobur taxtni qachon egallagan? 12 yoshida. Zahiriddin Muhammad Bobur qachon tug'ilgan? 1483-yil 14-fevralda tavallud topgan. Bobur dovyurakligi va jasurligi uchun yoshligidan qanday laqabni oladi? Sher laqabini olgan. Bobur necha yoshda, qachon va qayerda vafot etgan? Bobur 1500-yil 26-dekabrda 47 yoshda vafot etgan. Rahmat.